Assalomu alaykum. Men Bekmatova Nodira, Yangi Namangan tumanida, Namangan viloyatida ixtisoslashtirilgan maktabda ingliz tili fanidan dars beraman. Mening murojaatim Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligiga. Men bu yilgi bahorgi yozgi attestatsiyaga imtihon topshirish uchun ariza bergan edim. Lekin imtihon kunlari ayni attestatsiya imtihoni kunlari chet el safarida bo'lib qoldim. Konferensiyaga borishimga to'g'ri keldi ish yuzasidan. Maktab ma'muriyatini buyrug'i bilan rayonona ogohlantirgan holda borib keldim. Ketishimdan oldin attestatsiya komissiyasiga uchrab, shunaqa chet el safariga bormoqchiman deganimda, u yerda attestatsiya komissiyasidagilar xotirjam borib kelavering. Kelganingizdan keyin qo'shimcha bir kun qolib ketganlar topshiradi. Shunda asosli sababi borlarni ruxsat beriladi qaytib topshirishga deyishgan edi. Shunga ishonib ketdim. Endi shu paytgacha kutdik, lekin qo'shimcha sababli qolib ketganlar uchun attestatsiya kuni belgilanmadi, o'tkazib berilmadi. Mana endi bugun kuzga qoldirildi, kuz-qish attestatsiya mavsumiga qoldirildi, qolib ketganlar degan xabarlar chiqdi. Biz bunga hozir ko'pchilik qarshimiz, norozimiz. Nima uchun biz 2 marta imkoniyat berilganda, bahorgi yozgida alohida, kuzgi qishgida alohida topshirish imkoniyati bo'la turib 1 marta topshirishimiz kerak. Nizomda asosli sababi borlar, boshqa kunga qoldiriladi deyilgan, to'g'ri. Lekin boshqa kunga deganda 31-maygacha nazarda tutilgan. Xohlagan paytiga surishi mumkin degan emas-ku bu. Attestatsiya komissiyasi o'qituvchilarga nizomda amal qilishni talab qiladi, har bir bandiga. Lekin attestatsiya komissiyasini o'zi nima uchun nizomdan tashqariga chiqib, xohlagan qarorni chiqarishi mumkin? Biz talab qilamiz o'qituvchilar nomidan shu yilgi bahorgi yozgi attestatsiyadan uzrli sababli qolib ketganlarni alohida kunga tashkillab berishlariga 31-mayga qadar. Chunki oldinda hali bizni yozda, demak, dars taqsimotlarida toifani oshirishni xohlaganlar, demak, dars olish uchun toifalarni oshirish xohlaganlar bor. Kuzgi attestatsiyada yana toifasini oshirish xohlaganlar bor. Ularning huquqlari buzilyapti shu joyda. Biz talab qilamiz attestatsiya komissiyasi qayta o'tkazib berishini va vazirlik bu murojaatimizga e'tibor berishini va buni ijobiy hal qilib berishini iltimos qilamiz.